Mana qizlar biz dars davomida o'tamiz oyoqli deformatsiyalarni. Hech xil defekt bor edi asosan. Ikki xil varus, X-obrazli, O-obrazli. O-obrazli, varus ekan. Mana hozir ularda tekshiramiz, qani oyoqdagi qanaqa ekan qizlar. Birinchi, ikkinchi darajali bizda yassi oyoqli bor ekan. Uni obязательно davolash kerak. Agar davolamasa, kichkina varus, ya'ni pastida X-obrazli boshlanishi mumkin. Yana holatlar keyinchalik bosh miya qon aylanishi buzilishi, zreniyalarni tushib ketishi, давлениyaning ko'tarilishiga sababchi bo'lishi mumkin. Yosh ko'tarishga asar. Keyin ona uzoq paytgacha sizga xizmat qilib bera olmaydi agar oyoq istigida o'sha yassilik bo'lsa. Shuning uchun obязательно buni davolash kerak. Tez bo'ladi, ko'p bo'ladi. Tez charchab qoladi, og'riqlar bo'ladi ekan. Oyoq qiyshayadi. Demak, yassi oyoqlarni yuqoridagi suyaklarida ham o'zgarishlar bo'ladi. Bularni biz oddiygina massaj yo'li bilan ham davolashimiz mumkin ekan. Mana endi qizlar massaj qilayotgan paytingizda oyoqning oldi tomonida mana tutib chiqqan suyak bor, biz yon tomoniga massaj beramiz mana. Tizzalaring yo'llarini mana yon qiyalab turib massaj qilib ko'taramiz. Bu tomoniga ham, so'nggi massaj qilayotgan paytingizda mana hozir ichkari tomonga qarab, birga tashqari tomonga qarab turib massaj qilamiz. Oyoqning tonusini oshirib berish maqsadida. Kaflarning yonlariga, axirgi pay tomonlariga, oyoqning tagiga obязательно yaxshilab massaj qilamiz. Mana 8 harakat deyiladi. Oyoq tagida to'g'rilarini, sizlar axirgi paylarni, vozirlarini yonga, bu yonga, keyin harakat mashqlarida qizlar varusda ichkariga qaragan bo'ladi, son. Vozirimiz tashqariga qaragan bo'ladi. Mana harakat qilamiz, mana ya'ni bu tashqariga, bu tomon mana ichkariga qarab harakat qilamiz.